Assalomu alaykum qarindoshlar. Ovozim yaxshi chiqyapti-da? Ovozim yaxshi chiqyapti qarindoshlar, ovozim yaxshi chiqsa tavassanglar men boshlab ketay. Mayaqda yaxshi chiqdi deb chiqqandek turdi endi. To'xtamay taqib bersanglar qarindoshlar, shu qarindishimizning bugungi ahvoli bugun hamda shu mana naq hozir 40 soatini oshdi hozir. Bo'lgan ishni bir so'zlab beray. Hech qanday bir yangi o'zgarish yo yangi xo'sh xabar yo'q hozircha. Hozircha shu balning tunugundan tatmış telefon qarab ko'zim to'tib ketay dedi. Shu aq turib telefonni saqlab, quchoqlab o'tirib başında bir yomon ishlar kallam kapraq qo'rqmayli, andish qilmayli, yaxshi tarafga o'ylayli deganlar bo'ldi. Unda olgandan keyin yana bir kun ta'xir qilib boqamiz. Unda bo'lmasa, yana bir kundan keyin topamizsak, atigicha yana jim bo'lsa, buni biz hozir tashkillab, xizmat taqsim qilib, hozir shu xalqaro bo'lmadi deganda bir 2-3 shu cho'ng tashkilotlarning yomsa xalqarалық tashkilot yomsa gazet jurnallarning oldiga dunyoning bitiga qo'ydiganga tirishayapmiz. Hamda Xudoyim bersa, o'zinglar ko'ryapsizlar, hamda o'zimning shunchalik iqtidorim shunchalik, o'zimning kuchim shunchalik, balkim osti bo'lib qolyapti bu ishlar, balkim yaxshi qamlashmayapti. Mening yana deydig'inim shu, ko'plab aktiv qarindoshlarimizning masalan qo'shilishiga muhtoj biz. Masalan Guli Maqsud qarindishimiz o'xshash aktiv energiyani taqib shu balani bir izdegirini qilish uchun to'xtamay hamda aktiv turayli qarindoshlar. Bu bir fursat bo'lsa biz qo'ldan bersak, buni hech kim ravo ko'rmaydi. Qag'ishiga uchraymiz yana qarindoshlar. Bu yerda har kuni vaqirab, qaqshab so'zlagandan foydasi yo'q. Uyg'undigan kallasi bor odam tushunib bo'ldi. Bu ish qayerdan qayergacha, bu jamiyat qayerdan qayergacha o'zinglar bunda analiz qilsanglar bilasizlar. Mushunda chaqda sakrab chiqmagan inson Uyg'ur o'g'lonlari, Uyg'ur liderlari hamda boshqa vaqtda ancha foydasi yo'q deb o'ylayman. Shularni kutib, shularni saqlab qilyapman. Ba'zanlari telefon qilib, mana intervyu qilib, yaxshi takliflarni beryapti. Shundaqlarning yana ko'plab chiqib, shuning bir izdergini qilish berishiga tilashdoshlik umidimni bildirma. Sizlardan so'raydiganim shu, ko'p tarqitib berib, shu balni biz xabarlarni ishlayapmiz. To'xtamay maqolalarni yozib tarqityapmiz. Shu xabarlarni bo'lsa-mo qarindoshlar, tarqitib ustiga eg'iz gapni yozib tarqitib bersanglar bo'ldi. Masalan, bu ishdan biz nemini o'rgandik, nemini qanday o'yga keldinglar shaxsan men qarindishim bir Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan yana bir Uyg'ur qarindishimning shu beshig'idan o'tgan shu jafo, shu hikoyasi, shu qahramonligidan nemini his qildim. Birinchi men his qilganim mana Uyg'urning ishchidikini bir ömür yaşab, ishchidikini so'zlashga agar mushu muradil mushbiti yo'qab ketib qolsa, hamda Xudoyim saqlasin albatta. Buning ovozi, bu ishchidikini faqat 3 kun bildiradi qarindoshlar. Ishchidikini qo'rqmay faqat 3 kun so'zlayadi. Bir ömür bir inson yashab bu dunyoda. Oxir qo'rqmay sözleyerliği tüpeyeldir tıkı sözleyerledi. Nurgun insanlarımız bir ömür korkuş, endişe, korkaklık sebebiden özünün işçidikini işçigi yuşurup merdanlık bilen teşiği kadem atmağaşka fakat 3 gün ya 3 gün mü bulmaydıgan vaktinin içinde sözleyerledi. Onda bizden halimiz şu. Tarix yazıldı deymiz. Muşlar hemmesi tarixi yazıldı. Uyg'urlar qaysi darajada ichinishlikda. O aman bo'g'izladi, qassobdek so'ydi, u bu deganni
qirib ilib tashlasak, saq qolganlar bir ömür ovozini chiqarishga mumkinchilik bo'lmay, chiqaralganimiz ishib ketsa 3 kun chiqaraladi qarindoshlar. Hamda biz, sen, men biz bevosita tahdid yo'q. Bizga bevosita unda qonun yo'q. Bizning beshimizda tanlab turgan miltiqlar yo'q. Ammo yo'q turibmi, sen yana shu qo'rqoqlikning sababidan shu Allah bergan erkinlik fursatni qo'ldan beryapsan. Hamda buning javobiga yana sen o'zing berasan, yana biz o'zimiz beramiz. Onu obdan o'ylab beqish arziydi. Ikkinchi, meni o'ylandig'ini, ben shunchalik gapni ochiqi bu ishga kelganda qaysar bo'lishga tirishdim, qo'rqmas bo'lishga tirishdim. Lekin birasidan yordam so'raydi, kimdan so'rayman? Kimdan so'ray? Liderlarimiz qani? Dunyoning liderlari qani? Men topamadim. Unda bo'lgandan keyin biz yanalam va turkdi va musulmon ummatdi bizga yordam qilsanglar, bu Allah mo'la deb o'tasak bo'lmaydi. Biz yo'qni baqilish uchun tirishimiz kerak. Buningdan keyin bir qarindosh insondan sen o'tkazib qo'yganing bardek savol so'zlama. U yoq u millat bu millatdan qaqshima, u musulmon xalq, musulmon davlatlari andaq bundaq deb qaqshima. Uningga sen baho berdigan, sen o xil iqtidor yo'q. İnsanni u yaratgan vaqtida birisiga baho berish uchun yaratmagan. O xil iqtidor yo'q. Her xil yaralg'uvchida, masalan, Periştide başka xil iqtidor var, bizde başka xil iqtidor var. Biroq inson da sen bilan bizde birisiga baho berib, tanqidlab, bu ular kafirken, bular mundaq diyemaymiz. Ama o'zingning o'y xiyolini da ma'osiz desang bo'ladi. Bu yaxshi bo'lmayotgandek turdi, men uchun deb menda mencha deb turib so'zlasang yana bo'ladi. Bizde xalqarada yig'lab, qaqshapli keldi. Xuddi birisining bizga o'tkazib qo'yg'ini bordek. Ama mushundaq bir ish chiqqan vaqtida bir xalq so'ygan, bir vatan so'ygan, bir bu millatni so'ygan odamning sakrab chiqib, qani men vatan so'ygan, men xalq so'ygan, mushundaq bir tashkilotning lideritim, qanday qilayli? Men buningga ishondim, mushta ish qilayli degan odam yo'q emas. Chiqdi. Pek osondiki. Men o'ylamagan bir odamlar chiqdi. Men o'ylab ümidimni bağlagan. Şu 10 teşkilat bulamdı, 20 teşkilat bulamdı. Şulardan men texe cevap tapşırmadım. Men qo'rqmas bo'layli, o bu bo'layli davatime. Şunlaşqa meyada so'zlayapti, men tanqidmi emas bu. Bo'lgan ishni davatime. Bu yerda degandan keyin inniq nurg'un odamlarning kallasi yana shu quloqqa mushug'andek anglab, "Vo'ma deb ichida qarab bo'ldi, lekin men parvoyim palak buningdan keyin. Bani his qilganimni so'zlayman. Xalqim shu haqni, adolatni so'zlaydigan inson kerak. Men bir o'zimni o'g'al bola deb chaqlag'anga tushdiq. Mavud aydirimda, sim kartochkamda mening o'g'al deb yozilg'anga tushdiq. Men bir o'g'aldek yashashim kerak. Mushu balga o'xshash qo'rqmay haqni so'zlashim kerak deb so'zlayapman. Bu mening o'ylaganlarim. Üçüncüsü. Hamda yana shu hamda biz nima ish qila olamiz? Sen bir kuningda mushu balani bo'ldi ishonibsa, ishonmabsa, ishongan bo'lsang, bir kuningda qanchalik vaqtingni mushu balani izdirgini qilish uchun xalqarada ovoz chiqib bizga. Tashkilotlarni qo'yib turayli, o'zimizdan boshlaylik deyapmiz. Sen qanchalik ovoz qo'shib qilyapsan? Shuni bir o'ylanish kerak. Hamda bizdan qahramon chiqmaydi emas. Bizni Allah mush kunga akab dunyoga bir ibrat bo'lsin deb
Dünyani uyg'utish uchun mushu kunga qo'yib, oxir dunyo uyg'unib, mushu xalqning nolisi yolg'on emaskan. Mana mushular degan kun bizga kelyotdi deb nurg'un davlat sakrab o'rnidan qopdi. Hamda bizdan kutayotgani nima? Kutayotgani bir lider qarindoshlar. Tibetlarning askar polkovniklari bo'lib ketibdi. Urush qilsa birisi qahramonlik bildirib jondan ayrilibdi. Ular ashunga ta'ziya bildirib rasmiy bir davlat shaklida shundaq murosimlarni o'tkazibdi. Bizcho qarindoshlar, bizning tariximiz nadan nagicha? Qanqanlıqlarni undaq deymiz, ular tirkishish, ilishni to'xtatmadi. Bir pingo Alma gezdi deganni Xitoylar hujum qilgandi. Bir kechida 10 narsa pay chekini ko'taribdi. Shuning milini ilib biz qo'llaymiz deb. Milini berib, shuning pay chekini ilib, shuni xalqni so'ydi deb, shuning pay chekini 10 narsa ko'taribdi. Shular dinsiz. Sen musulmonman deb maydonga mushlab ketma. Musulmonning do'zaxga kiradigan va jannatga kiradigan va seviyede kürenlep gitme. Nurgullardım işte ügensek buludu. Yeni birisi sözleydiğimiz. Assalamu alaikum kardeşim Uygur diyen bir kardeşim. Assalamu alaikum depti. Maya diyeni bir Nur diyen kardeşimiz. Men mu tarkıtmen kolumdan kilişçe yardım qilishga tirishman debdi. Rahmat qardoshim, rahmat. Ashundaq shu tarqitib beringlar, boshqa kutadigan orzuyimiz yo'q. Billa bo'lgan bo'lsak, billa ishg'ollarni qilib, billa rasmiy tutish qilgan bo'lsak bo'ldi. U sharoit bo'lmasimi? Hozir internet bu qulaylik. Talog'i chiqsaqmi, hamini kesel. Mushu Xitoyning kesilisini o'ltirman deb turyotdi. Jiningni olaman deb turyotdi. Öydüp kapsılıp qalğandan keyin mushu tor orqali tarqitib mushu balaning ishini torga yayritib o'tamsak, yog'dirib o'tamsak, bu biz sen bilan biz hech ishqa kelmaymiz degan gap bu. Ama shundaq bu bir ilhom to'xtidan chiqqan bir akimiz deganga o'xshash, ilhom to'xtidan chiqqan ikkinchi jonni alqanqab qo'ygan, o'p qo'yib turib adalet, hürlük, Uygur'un hürlük üçün söz qilgan haqiqiy qahraman dedi. Men degan gap emas bu. Bo'ptur, rost deyli, yağan deyli. Yağan deb nurg'unimiz ko'chlab buning shu adreslardan tatib, undan keyin ba'zanlar degan shu yinidagi oq ko'rinishlarni degan timsiqlab o'zi bilsizlar mayli uni bildirib shikirdi Xitoyliga aniq bo'lgandan keyin bo'ldi sen uning unchilik jiq informationsini unchilik jiq nemisini mashin nemo masalan bir qarindishim bu mashin manda Ford mandaq mashin ekan deb Xitoylarning saqchilarining qarg'iga ishi qolmabdi undaq biz Uyg'urlarlar o'zimiz buni degan timsiqlab ko'chlab tip berib bo'ldik. Mesela Xitoyda Ford mashin, saqchixona mashin ağzı kelsa, işte mashinlarni tanlab oladi. Har xil mashinlarda har xil saqchi mashinlarni yasaydi. Ford mashinda yasagan Ford mashini saqchi mashin qilib ishlatgan saqchixonlar sanoqli bo'lishi mumkin. Sen onu qopab, mushu mashinda topsang, aji saqchixonning atrofida mushu bola bor ekan deganlar ish bu. U saqchilar, mushu Uyg'urlar o'zlari bizga aniqlab deloni tayyor qilib beribdi deb qaplab tutib akirib ketgan bo'lishi mumkin hozircha. Ammo shuning undaq emasdi balkim. Guli maqsudmi davatida nim bo'layli, ko'nglimizni ilg'nimi, yaxshi tarafga o'ylayli deb menga aytdi dedi. To'g'ri, yaxshi tarafga o'ylayli. Albatta men u shu kunga qachon kelarkin bir yaxshi xabarni olib qolsamkan deb yashayapman. Ammo mushu baldan biz zodiq nima ish qilali, qanchalik o'ygandik shu. Har bir narsadan biz az to'la uyg'unib, mushu millatning hurligi uchun az to'la bir o'yganmasak, yana bir Xitoyga mushu fursatlardan bir mush atamasak, yana qo'rqib yashasak, sirtdagi Uyg'urlar aylig'indek ish qilmaydigan,
Özünün kimligini bildirishni xohlamaydigan, chunki nurg'un andisha, qo'rqinchiliklari bor. Shu qo'rqinchilikdan chiqdayli mushu balaga o'xshash tavatim. Bu yerda hech qanday xatolik yo'q. Yana ba'zan qarindoshlarimiz deganga o'xshash, ya o'lim, ya kurum vaqti keldi. Mushu balalar chinda chiqyotdi. Ashundaqlarga ovoz qo'shib, oqida mengib, agishib, to'g'ri bo'lsa, qilmasak Vamayri qarindoshlar to'g'ri bir ish dindimi yoki bizning axloq, fazilat ota-bobolarimiz qoldirib ketgan to'rimizda to'xtamay ta'kidlab kelgan ishni bo'lsa, cho'qim qilishimiz kerak. Bo'lmasa yo'q bo'lasan, sen Uyg'ur bo'lmasang, sen yo'q bo'lasan shu. Uyg'ur bo'lsang qolib qolasan bu dunyoda. Nemishki bu gapim desanglar, qarindoshlar, har qanday millatni boshqa bir millat besivilib, necha ming yil qul qilib, Xitoyga o'xshash. Shunda bo'lgan vaqtida hokimiyatni necha yil yo'qotib, biz bir ming yil hokimiyatni yo'qotdik desak bo'ladi. Qarg'ani o bu din tatib biz Uyg'ur, men Uyg'ur degan sultanımız çıkıp bakmagan, keyin Mongol obula birleşip 1000 yıl desek aşırı etken boluşumuz mümkün, bırak mençe şunçilik. Xalqqa haqiqiy men Uyg'ur deb ta'sir berdigan bir qolgan bir nimani ko'midik. Kichik podsholar chiqqan bo'lishi mumkin. Masalan, mush qitim Mongolning tilini yo'q qilgan vaqtida Xitoylar o'rnidan qo'pab ketdi. Bo'ldi, Xi Jinping o'zining putiga amdi palto chopdi. Chingizxonning avlodigimi mushunda qilamdi deb. Bizdan qanday u xon? Ajab bizga kelganda birisi qo'pab O'g'izxonning ya bo'lmasa u xon bu xon. Qani bizning shu podsholarimiz tilga og'idagi yaqinqi davrdagi podsholarimiz yo'q. 1000 yil mobayni Sutuq Buğraxon. Lekin u Uyg'ur mu? Sen Uyg'ur deyerlemsen 100% ben uqmayman. Ben diyemeyman. O bir xon Uyg'urchilashib ketgan, Uyg'ur so'zlagan. Lekin haqiqiy Uyg'ur mu? Sen Uyg'ur bo'lsang, sen qil. Biz shunday odamlarimizni tiklab chiqayli, uni burun bo'lmagan bo'lsa, yo'qni baqilayli buningdan keyin. Qo'rqmayli. İşlensang bir ishga cheksiz ishlensang, yana shu deydiganim cheksiz ishlensang, shuningga yiqilish uchun bir ishlarni qilsa, kunda azroq yiqilishsa, oxir shuningga borsa. Bu bir dunyoning qonuniyati. Bormasangmi shuningga yiqilishsa, so'zlab qaqshab qarab bir-birimizga o'tgandim. Çıx yaxşı qarindoshlar. Endi mushunchilik bo'ptisin. Qolgan gapni yana mushu qarindishimning birinchi shu uchurni yana yetkazib turman, toki mushu balaning mushu xabarlarini xalqaroning birinchi batlarda ko'migicha men bo'ldi qilmayman. Ham mushu ovozga kuş qo'shinglarni Save Miradil Hasan degan hashtagni, Fearless Uyg'ur degan hashtagni to'xtamay taqib Instagramlarda qilib turishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Qog'inni yana mushta paranglashib turayli. Buningdan keyin endi so'zlashga majbur bo'lib qoldi. Mushu balning mushu ishlarini nurg'un odam to'la so'raydi ekan, hammasiga gap qaytirib, masalan, nurg'un hadi akalarimiz nadi bo'lsin shu dunyo raqam, men nadligini o'qimayman, shunchalik ko'ngil bo'lib, shunchalik jiq savol, shunchalik jiq gaplarni qilib ketdi. Men uningga u mushta qilib yezib bulamig'idakman kunda, shunda bir 20 minut, 30 minut mushta so'zlab, o'ylaganlarimni, ko'rganlarimni, bilganlarimni mushu balga oid mushu xabarni bildirib tug'im keldi. O'zimning ishi emas qarindosh, bu bir hammamizning ishi. O'ylab baqqan, birisi chiqdi, mushu Uyg'ur jinini alqanqa qo'yib, Uyg'urning ovozini dunyoga anglatish uchun o'rnidan qopdi. Uni hech kim ko'tarmadi, yo'q bo'ldi. Albatta keyingisi sen. Sening opang ya sening dadang
qopab, "Manga yordam kerak" degan vaqtida yana o'xshash hech kim chiqmaydi. Bu xil rokni biz davomli apmamizsak, mushu bal qanday bo'lsa, yo'qab ketib qolsa, biz shunda yo'qab ketamiz bu jahonda. Sen yana o'yinib buning tigiga yetamisan? Aqibeting çatak. Hem qo'rqinchliq. Ya qo'rqmasang, bilginingni qil. Men qo'rqaman. Shunlashqa, menmo o'zimning bilginini qilyapman, ham billik qilayli deb sizlarga ovozimga ovoz qo'shinglar deb mishada so'zlayapman. Qarindoshlar. Bu yerda nurg'un shu Uyg'ur puhralarimiz, men tonimaydigan, namini anglab baxmagan puhralarimiz, oq ko'ngil Uyg'ur xalqimiz so'zlab qilyapti. Biroq men gapni ochig'in davri yana shu. 10 tashkilot bo'lamiz, 20 tashkilot bo'lamiz. Hech qaysining birisining menda, biz bir tashkilot menda Uyg'urga ish qilish uchun qurgan mani. Mishta bir Uyg'urga ish kelgan bo'lsa, biz qilayli degan gap yo'q. Toki shu bola yo'qab ketkicha, hamda bu chiqmasa, bizni o'yg'isasi bo'ldi qarindoshlar. Ular bu ishxonlarni ichib nimaga ishlatdi? Pullarni xalqlardan nimaga yig'idi? Moshunda birisi sakrab, "Jinim, mana ovozimni tarqitib qo'yinglar" desa. Gumon bilan. Gumoning o'zi o'zing bil, u yerga chiqib mundoq deb pek so'zlab ketdi. Azroq kuzatib boqayli deb qo'yib yo'qab. Endi bu ish og'iri cho'qim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Lekin uyg'onishimiz kerak, qarindoshlar, uyg'onish bir vaqti yilimi. Endi biz buningdan savoq topamizsak, yana deydiganim yana shu. İçinish ahvol davomlashaverdi, texmi içinish ahvolga tayyor bo'lishing kerak. Tayyor bo'lsang, uxlama. Sirtda virus. Endi uyning ichida yotgan ichida yetdiva. Yağmursu kalamti deb juriva. Benim pasportum bo'lsa bo'ldi deb juriva. Ey qarindoshim, sen agar vatanim ozod bo'ladi bir kun deysan, sana pasportning hojati yo'q. Alloh seni qo'g'dab qag'inili yetarlik. Xitoydan qo'g'dab qag'inni yetarlik. Sen putun kuchingni sen Alloh nima ish sirtqi chiqardi, shuning o'ylan. Sen bu pasportni almasang bo'ldi, men bayam inglizcha jakalab oldim. Menga Amerikaning pasportining lozimi yo'q. Menning pasportim yo'q. Biroq mening mishada Xitoydan qo'g'dab mishada vaqtliq turayotganimga sharoit bergachga rahmat deyapman. Bu pasportning mening pasport edish, mening vatanim mana. Mening vatanim mana qarindoshlar. Mushaga berish mening maqsadim. Mushni yana vatanimizni qaytadan ko'rish mushu bayroqni. Sening maqsading nima bu dunyoga bo'lgan? Sening maqsading nima bo'lsa, shuningga erishsa, shu o'ylagan kunda pasportimni olsam, bu deb o'ylashaversak, shuni erishsa, beradi tilganni, janobi. Shuningga o'xshash, ma xiyolni qilaversang, shunlashqa, mushda ko'raversang, xiyol qilaversang, tafakkur qilib, kallangda o'ylaversang, mushuningga yiqilishsa qarindoshim. Boshqa andisha senin ash qo'ymagandan keyin, seni bir talada qolmagandan keyin sen murodliq o'xshash. Sen nimadan ansiraysan yana? Sening yana nimaga erishking bor? Qanchalik mal dunyog'imi, yo shon cho'kratgimi, yo xotin qizlarg'imi, sen nimaga erishking bor? Men fuqib bo'lamidim, nimishga biz qo'rqaymiz, nimishga o'rnimizdan sakrab qopab, "Ur" deb vaqamaymiz, namoyishga chiqqan o'xshash, shunda bir ish chiqqan vaqtida. Qo'rqmayli qarindoshlar, nurg'un inson, nurg'un qahramonlarimiz chiqyapti. Endi ibrat ilib qilmasak, biz tariximizni endi asli keltirib o'zimin mening hech kimning tish patmaydi deyamisan, Xitoy o'yin o'ynab, bizning Xitoy faqat birla dushmanimiz u bo'lsin Xitoy.
Qağan sen o bu deb ensirme. O Qazaq, Moğol, hem Moğollar bo'lib deb. Shunchalik, lekin sening butun dunyo sening o'rningdan qo'yib ketishingni to'rt ko'z bilan kutyapti, ham siqib sana yordam qilib, Uyg'ur qonuni, sening san kuch yo'ray deb Uyg'ur qonuni, Uyg'ur genosid bo'layapti deb sen tarafda turib so'zlayapti. Xitoyga hujum qilyapti, sen taraf shuni bil. Sen bu yerga kelib, sen bir Turkiyaga, yo'qsa Qozog'istonning, yo'qsa u yerning bu yerning jamiyatiga, siyosatiga aralashqili chiqmading. Biz o'zimizni bilaylik. O'zimizni aldirash qilaylik. Ammo Uyg'urning manfaatiga, joni manfaatiga taqishadigan ishlar bo'lsa, albatta, dag'lon maydonni ko'krakni kerib, mushu bolaga o'xshash chiqishimiz kerak. Uyg'urdimi erbakan deb qalaymiqan so'z qilgan vaqtida og'zingni jum. Chiroyingga men qurt ko'rinyaptimda. Maka obdan ko'rib baq diyalashligimiz kerak, qarindoshlar. Ekranni ichib olib bir millatni mayaqdan chiqqan qurut mandaq bo'lgan qurut davassa. Biz mushta o'ttasak, albatta, sen meningki mazmun deydi haq. Erkak qanmagan bir millatga ziminning nima keragi? Shundami? U aqalli kim shuni qilyapti, shularga agishaylik qarindoshlar. Mush so'zlayotgan mush videolarni ko'rsizlar. O'zinglarning kallasiz bor. Menga endi tiq so'zim burunqlarni ko'ringlar. Kim haqni so'zlaydi, kallang azroq ishilsa bilsa. Ham kim haqiqiy xalqimizga ish qilib turibdi, shularni obdan izlanib, buningdan keyin liderimizni saylab chiqadigan vaqtimiz keldi demokratik usulda. O'zimiz bilet tashlab, o'zimiz bir ashtaq bilet tashlaydigan sistemini shakllantirib, liderlarga 10 minut, 20 minut so'zlaydigan fursat berib, birsini saylab chiqadigan vaqtimiz keldi, qarindoshlar. O tashkilot bizga shu lider dunyoga ma bizning liderimiz, ishonsa mushunga deb biz ishonamiz. Mushu bizga xayrlik qilmaydi deb ishonamiz deb birsini saylab chiqishimiz kerak, qarindoshlar. Nima qalaymiqanchilik bu? Mushunda vaqtida chiqmagan, mushunda vaqtida so'z qilmagan, mushunda vaqtida bir jonni qutuldirishga maydisiga mushlayamagan. O bir tashkilot lider Pedir. Qanday vaqtida ishlatdimiz? Qanday vaqtda o'zing debpa? Sizlar deb biringlar. Darvaq men bu bunchalik so'zlarni o'zim tutib olib, desam bo'ladi, hamda buncha qaynaydi ekanman, men mushunda mijaz. Sen mi so'zla? Ovozga ovoz qo'z. Shu nishon, maqsad meninkiga o'xshash bo'lsa, tang qilayli, tang so'zlayli. O'xshimisimi so'zlar? Bir-birimizdan paranglashaylik, fikr yuzgizaylik. Nurg'un qarindoshlarim bilaman. Yoqtirmisanmi tilfilishima? Paranglashima? Asta-asta ularning ba'zan gaplari men bilan shunda yiqishib, keyin uqishmasliklarni yig'ishtirib do'st bo'lib ketgan. Nurg'uni bor. Aşındaq, çünkü sen bilen benim şahsi adaletim yok, hiç kim bilen. Sen mi aşındaq bo'lishing kerak? Undaq bo'lgandan keyin, aşının mı nishoni faqat Uyg'urning bo'lsa, Uyg'urning manfaatini birinchi o'rin qo'yib, bir ishlarni qilsa, bir so'zlarni qilsa, aşıningga yaqin tu. Aşının bilan bir ish qil, paranglash. Yordami bo'lsa qilib ber. Başqa ishni faqat topamisan. Qarindoshlar, shunchalik so'zlab turay, undan keyin yana paranglashib turamiz. Endi men bu mushu balning sababidan nurg'un temalarimni, nurg'un o'y, xiyol, fikrlarimni qo'rqmay o'tirib qo'yib berib boraman. Endi bu yerda nurg'un odamlarimizni ranjitishi mumkin. Sen ranjigan vaqtingda o'ylab baq, mening faqat shu vatan, xalqimlam. Sening başında olsa ranjishingning hojati yo'q.
Yana faqat bek gipon bo'lib ketsa, undan keyin paranglashib, fikrlarimizni yurgizib qilsak bo'ladi. Bu yerda hal qilib bo'lmaydigan masala yo'q. Ammo bizning o'rtaq nishonimiz bir bo'lishi kerak, qarindoshlar. O'rtaq nishonimiz shu Uyg'urning manfaati, jon manfaati, hurlik manfaati, tuproq zimini, erkinligi, butunlay erkinligi, juma yana erkinligi bo'lganga har qanday bir davlatga o'xshash bo'lgan erkinligi, ayrim davlatga bo'lgan o'xshash erkinligi, juma. Masalan, tashqi Mong'olga o'xshash o'z oldiga bir davlat, demokratik shunday qishlar, Uyg'urningmi shunga o'xshash bo'lishi kerak. Bash Qozog'istonga o'xshash. Ama Qozog'istonning hozirgi jamiyatlari baqalay maqam bo'lib ketdi, Xitoylar. Qozoq qarindoshlarimni shunchaki so'yman, shularningmi davlati? Xitoy bisbazir kallarını bulab talab qilib ketib boradi. Biz qarindosh ashlarni so'ysak, biz mayada ching turib chegara, ma tarafdagi Xitoy bilan bevosita chegara bo'lmasa, ular bizga qo'shiladi. Ular hoy, Uyg'ur oxir sakrab qopab, ma Xitoy degan nejisni bizdan jiroq qildi deb qo'shiladi. Qirg'izlar qo'shiladi, tojiklar qo'shiladi, hammasi qo'shiladi. Biz ularga bo'lgan bir qalqon bo'lib turimiz. Haqiqiy sen shu turk millatingni so'ysang, turkdan so'rab berishdan o'rniga desep maydonga mushlab qo'psang, ama shu turk dunyosiga bir ish qilib berishni xiyol qilsang, undan keyin haqqimni sen mening qarindoshimdan degisi keladi. O'ylab baq, 7 qarindosh bo'lib, bir qarindoshing sendan kunda divonadek pul so'rab, uni qilsang olmamdi, buni qilsang olmamdi deysanmi? Ashunga o'xshash. Bizning qilgan ishlarimizni ko'rmasang, o Allah. Hani yaratmasa qilgan ishimizni. Voy sen kimsan deydi bizni namoyishida Turkiyada ketkizibdi. Men ularga qarshi turmayman. Agar ularning davlat qonuni, ularning davlat manfaatiga ta'sir etadigan ish bo'lsa, qilmaysan sen. Sen u degan Turkiya Uyg'uriya emas. Aş pasportu bor odamlarga, aşı Türk burundan aşan tug'ilgan yerliklarga mansubya o. Sen tötken berilib, o sen degan igi chiqimsan qolmaydi, biz degan Davut Turkiston davasan, quloq qo'shaqmaydi, baranchirin qilma, biz ashning puliga qarashib qoldik hozir. Diyamiganlar yeri va. Shuningga saqchilar kelib, sen kim deb atibdi. Bu ishlarga kirgim yo'q. Lekin shu turkni so'ysak, qozoqni so'ysak, haqiqiy shularni qarindoshim deb bilsak, başta Uyg'ur bo'lishing kerak. Uyg'ur bo'lib zaminni qaytarib olishing kerak. Uningdan keyin ularga qalqon bo'lishing kerak. Uningdan keyin sen ko'z ular seni qanday cho'ng bo'lib peshida ko'tirdiganligini. Hurmatiga erishamaysan bu yerda. Yordam qil desang bir divona bo'lsa, divona. Lata bo'lsa. Ma'qul qarindoshlar, ba'zan gaplarim yana qapalchi ketib qolgan bo'lsa, yana o'zgartma, nurg'un Ada akıllarımız şunda digen boldu ya, üzansel tutub al deb. Tutub almay Allah kalırsa, tutup elip meşeye kep, yaşap, qavatımız, emdi yana tutup, yana buluşqa tirişime qarindoshlar. Agar yana shundaq fikrlaringlar bo'lsa, har qanday so'zlaringlar bo'lsa, yana deb qo'ysanglar bo'ladi. Yana birisi ham manilik demisimi to'g'ri, bir hadimiz bir yerdan gap qoldirib qo'yibdi, iliqqa Muşu balını men live stream qilgan vaqtimda, guvohlik berib bo'lgandan keyin, voy bu balı ne bir naq maydon qilayli deb chiqib. Birinchisi u kuni bak yaxshi bo'lmadi, biroq ko'yganlar shunda jiq bo'pti. Birinchisi men o'zim jiddiylashib qoldim. Xuddi men bir dunyoga bir cho'ng bir ishni jakolayotgandek o'zim uchinchi bismillohni qilib degan titrab shu softverlarni qalay muqqan besib shunda qilib ketdim kallamda degan nurg'un o'y xiyol bo'lib. Ondan keyin abalning gapi qarang-qurung chiqqandan keyin men uning degan gapini bir qaytlab inglizcha bu qilib menji qaraq yoq ketib qopdim men u yerda. Ndo anglasam, voy bu nima oqsoqoldek bir xil men uni chiqib u tusa bu yerda men to'xtamaysa birinchidan men jiddiylashdim rasmiyan va jiddiylashgan o kuni
Kaş yerim kecha men uxlay deb qo'yib qolgan vaqtimda chiqib qolganda unda jiddiy tutish qilayli deb rasmlarni yezib ilonni chiqirib shunday qilib qilmag'im oson emas. Uni qilayli, buni yana nurg'un qarindoshlar buni konsolga unda qilayli, bunda qilayli. Unda qilsak bo'lmamdi, bunda qilsak bo'lmamdi deydi. Qilsak bo'ladi, shu qanday qilamiz qarindosh? Gap mishada men bir hech nima emas, men senga o'xshash bir inson. Sen qila olgan ishni shu men qila olishim mumkin, biroq sen qila olmayman degan ishni men qila olmasligim mumkin hozircha. Ham tirishayotimiz. Shu birli qilayli deyapman ishada. Shu birli qilayli, bu yerdan bo'lsa qilish beringlar, işte tarqitadigan ishlar bo'lsa tarqitinglar. Faqat bo'lmadi degan shunchalik bo'lsa qilib beringlar. Shu videolarimizga like qilib bersanglar, chet elliklar jiq ko'rdi deb işte davatimiz. Shu bizning salonlarni shuni qo'llab bersanglar, shunga ovoz qo'shayotgan boshqa inqilobchilarimizning ashta millat uchun foydali bo'layotgan ishlarni qilib bersanglar, shu yana shu bizga foyda deb işte davatimman. Ashta qilsak bo'ldi, shu konsulxona qechib beryapsiz bo'ldi, bizmi deyishgan, biroq u balimi dedi, men necha qitim bordim, shu bu birinchi kamera, uningdan keyin tam simtor, bunda tam qatmuqat shunday dedi. Bu balimi xeyli 3 yildan beri ashta ishlarni timsiqlab yuribdi. Ya'ni ba'zanlar buning qechish planini o'tirib qo'ysak bo'ldi deb. Hozir shu bali yo'q, shu planlarni qig'idakmi bali yo'q, ana ovozni berib dunyoga bir yo'qab ketgandek bo'lib qoldi. Hozir ham bu bal qachon qaytib keladi? Bormi bir yerda yo'qmi, uni uqmayman. Endi shu bala yo'qab ketsin, o paydo bo'lsin, endi baribir. Ammo shu balaning shu xabarini, shu balaning dunyoga bog'lig'ini dunyoga jakalash uchun tirishishimiz kerak qarindoshlar. Hammasiga, shu internet to'g'ri. Sen Uyg'ur shu chaqda sen Uyg'urning o'mlikning kuchini bilsan, Uyg'urning qanchalik kuchining bog'lig'ini bilsan, ham senga ishonch bo'ladi bundan keyin bir ish qilsang. Qipaqayli qarindoshlar, shuni ashda qivitalaymiz. Jazman shinima. Chunki bu bir har qanday bir millatdan chiqsa chiqdi, chiqmaydigan bir qahramon. Xitoyning 1 trilliard insondan 14 milyon mi? 140 milyon. 1.4 billion Xitoydan. Manodek adam chiqdimi? O'ttirib atib, birinchi buningdek bo'lib ketmaydi. İkinci ular Uyg'ur emas. Chiqmadi. Boshqa millatdan chiqdimi? Chiqsa chiqdi ya chiqmadi. Oldingi 10 yil emas 50 yilni aqdi. Qancha millatdan shunchalik bir odam chiqdi. Endi sen biz endi shunda bir inson, shunda bir o'g'lonimizni shu kim akimizni, Ilhom To'xta akimizni dunyoga bildatganga o'xshash bildiramizsak, xalqaro bizdan shunda umid kutayotgan chaqda Alloh shunda bir fursat bersa, qo'ldan bersak, oqibatimiz bexatarlik qarindoshlar. Bermaymiz, hargiz bermaymiz. Shunlashqa misha so'zlayapman. Men shaxsan tinimning shu jinimdili bo'lsa, shu maqsadga erishcha kam deganda 2-3 boshqa medialarning jalb qilgidakman. Bo'g'icha bu ishni hargiz to'xtatmayman. Ham sizlarning qo'llashinglarga muhtoj. Qolgan gapni yana atugin deyishaylar qarindoshlar. Sizlarga omonlik tilayman. Allohga omonat.